Mashina qarovsiz qolgani uchun jarima maydoniga qo'yamiz. Sabab? Mashinaning egasi yo'q, qarovsiz ochiq holatda qoldirilgan. Qonun bormi shunaqa? Qonun bor. Bular nima Ochiq bular? holatda Mashinachi. Bular yopiq-ku. Egasi ketgan, men Bu o'tiribman. mashinaning eshigini ochib ko'ringchi, ochiqmikan? Bu jurasimi? mashinaning eshigini ochib ko'ringchi, ochiqmikan? Jurasimi? Hozir nima hujjat tekshirib endi mashinaga tarmashasiz. Hujjatni bering. Tekshirib bo'lganim yo'q, hurmatli fuqaro. Pasport meniki, tekshirib bo'ldi. Tekshirib bo'lganim yo'q hali. Ichki ishlar Maqsad nima? organlaridan olganmisiz? Maqsad nima? Pasportni ichki ishlar organidan olganmisiz? Ha? Ichki ishlar organidan olganmiz pasportni. Pasport stoldan olgan. Ha, ichki ishlar xodimimi shular? Bilmasam. Bilmaysiz. Maqsad sizdan biror bir narsa talab qilmadikmi? Maqsad hozir mana hujjat tekshirib. Sizdan hech nima talab qilmadikmi? Mashinani egasi kelsa, Mashina egasini chaqiringmi bo'lmasa? Egasi yo'q deyapsiz-ku. Ochiq holatda qolyapti. Mashina sizniki emas-ku. Ochiq holatda qolgandan keyin nima qilamiz? Olib borib topshiramiz. Egasi ertaga kelib olib ketadi. Jurasi o'tiribdimi egan? Jurasi o'tirib, mashina egasini tanimayman dedingiz siz. Tanimayman Ko'zimga yoqmay deganmi? fonarit, hurmatli fuqaro. Ko'zimga yoqmay fonarit.